Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Barchaga yaxshi kayfiyatlarni yo'qlar. Bugun tabriklarimizni boshlab oldik. Shirinlar mahallasidamiz. Bu yerda Gavharjon opamizni tug'ilgan kuni bilan tabriklab xursand qilamiz. Bugun tug'ilgan kunlari farzandlari musofirda bo'lishga qaramasdan Hakimoy o'g'illari nomidan sohiba qizlari bu yerda Zafarbiy o'g'illari va Ruxshonaxon kellar nomidan ajoyib syurprizlar tabriklab oladi. Yangi bozor ayiq xizmatlari. Bu ayiqda ichidan ajoyib syurpriz bor. Buni ichkarida sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Boshladik. Yangi bo'yagamiz xonadonlarimi adashmadikmi, to'rda o'qiylikmi? Assalomu alaykum, barchaga yaxshi kayfiyat yoqimli qadrimiz. Bezsa qilgan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz. Orzu tabrik guruhi bizani bezsa qilishdan sabab bizga Gavharjon opamiz kerak ekan. Bormilar tug'ilgan kun sohibasi. Onajon assalomu alaykum. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz tug'ilgan kunlarida. Onajon, bizni tabriklash uchun keldik. Bizni tabriklash uchun xursand bo'lish uchun keldik. Tug'ilgan kunimiz beramiz, muborak bo'lsin onajon. Baxtli bo'lsin. Chiroyli syurprizlar, chiroyli tabriklaringiz uchun bo'ladi. Keng yaqinroq kelib oling. Bugun necha yosh qarshi olyapsiz? 18 deb eshitdik, to'g'rimi? 18 yosh muborak bo'lsin. Bitta chiroyli qarsakdan bo'lsa, olqishlab qo'yamiz tug'ilgan kunlarida. Gavharjon opa, sizni kimlarning nomidan tabriklab keldik deb bilasiz? Bilasizmi kimlarning nomidan kelganimizni? Kimlar nomidan? Farzandlar nomidan. O'zim aytaman, birinchi keldi Hakimoy o'g'illar nomidan tabriklash kerak. Musofirda bo'lishga bo'lmasa tabriklayaptilar. Sho'rda sohiba qizlaringiz, Zafarbiy o'g'illaringiz va Ruxshonaxon kelari nomidan xursand bo'lishni tabriklash kerak. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin onajon, baxtsizlik ko'zsimasin. Mana farzandlaringiz, mana Zafarbiy o'g'illarimiz aytdilar, Hakimoy o'g'illarimiz bilan, sohiba qizlaringiz bilan, Ruxshonaxon qizlaringiz bilan, kelinlaringiz bilan biz boya telefonda gaplashdik, kirishimiz oldi. Shunaqangi chiroyli tabriklarni aytdilarki, birinchi galda ukajon, onajonimga sog'inganliklarini aytib qo'yinglar. Juda ham sog'indim onajonimni. Baxtimga hamisha sog' salomat bo'laversizlar. Biz farzandlar, Zafarbiy o'g'illaringiz, Hakimoy o'g'illarimiz aytayapti, biz farzandlar onamizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onajonimizni dunyolarga alishmaymiz. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'laversin. Eng yaqin insonimiz, mehribonimiz deya bizni bayramlar bilan tug'ilgan kunini chin qalbdan tabriklab qutlab qo'yadilar. Onajonim, mana biz farzandlarni 9 oy bag'rida ko'tarib, avaylab, erkalab, asrab, mana shu kunlarga yetishimizga asosiy sababchilardan bo'ldi. Onajonimiz bor ekan, biz farzandlar eng baxtli farzandlardanmiz. Onamizga, otamizga rahmatlar aytmoqchimiz. Chunki yedirdi, kiydirdi, o'zlari yemay yedirdi, kiymay kiydirdi. Va mana shu kunlarga olib keldilar albatta. Onajonning oldida boshimga yetguncha ta'zimdaman. Onajon, boringizga shukr, sizni qattiq yaxshi ko'raman deya, bizni tug'ilgan kunlar bayramlar chin qalbdan tabriklar qutlab qo'yaptilar. Tug'ilgan kunlaringiz bayramingiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin onajon. Eng baxtli ona bo'lingki, mana men baxtliligida baxtsizlik ko'rib, havasida qarashlikda bizga tilakdosh bo'lgan onajon. Sho'rda gohida xafa qilib, ko'ngliga ozor bergan vaqtingiz bo'lgan bo'lsa, mana shu fursatdan foydalanib kechirimlarni so'ramoqchimiz. Mana Hakimoy o'g'illarimiz aytayapti, ukajon, musofirchilikdaman, men afsusdaman, tug'ilgan kunda yonida bo'lolmayapman ukajon. Kelgusi bayramlarni birgalikda inshaalloh nasib qilsin. Onajonim juda ham sog'inganman. Biz dunyoning qaysi chekkasida bo'lmaylik, onamizni, otamizni duolari abadan asraydi deya go'zal niyatlarni bildirib, sizni uzoqda bo'lishga qaramasdan qalbdan tabriklar qutlab qo'yadilar. Tug'ilgan kuningiz bayramingiz muborak bo'lsin. Agar ruxsat bersangiz, siz ruxsatingiz bilan chiroyli she'rimiz bor edi. Farzandlaringiz zonini o'qib eshitsam maylimi? Sarnoston qizlaringiz zonidan. Marhamat. Duolar qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab onajon. Baxtga erishishimga o'zingiz sabab, rahmat sizga ona, rahmat onajon. Men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga shukr, rahmat sizga ona, rahmat onajon. Men sabab halovat bilmaganimsiz, mening ertam uchun tinmaganimsiz, har qachon yonimdan jinmaganimsiz. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Yaxshi kunlar hamroh biz bilan bugun. Baxtim butun, shodlik,
quvonchim butun onajonim, mehringiz uchun, hammasi uchun rahmat sizga ona. Rahmat onajon. Uzoq umr ko'ring, baxtimiz ko'ring, orzular ushalgan ahdimiz ko'ring. Duolar qilib onajon yonimizda turing. Rahmat sizga ona. Rahmat onajon. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bolam, qizim deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshar deyman aslida. Farishtalar o'xshar mening onamga. Deb chiroyli she'rlarni yozsangiz, tabrikimizni beramiz bu bola bo'lsa. Chiroyli guldastalar jonajon tabrikni qarsaga boshlab turamiz. Borligingiz ona hammasi. Salom alaykum. Yaqinda taqdir qo'shasiz bu martaba. Amoning xasta bo'lmang ona. Armonlarni eshigida zorlanishlar, muammolar girdobida xo'rlanishlar. Kulib qo'ysin, ko'ysin o'tgan shu tanishlar. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'kni tutib ketardi nidoyingiz, ajallarga yashiringan chiroyingiz. Ijobatin topib barcha duoyingiz. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Tabriklaymiz onajon, bayramingiz muborak bo'lsin. Farzandlar nomidan sarmashli qizlaringiz, Aykapoy o'g'illaringiz, Zafarbiy o'g'illariga tabriklaymiz yana bir bor. Kelinlaringiz, qizlaringiz juda ham yaxshi ko'rishadi sizni. Bayram muborak bo'lsin. Endi guldek kulib tursin yuzlaringiz, nurlar sochib yashlasin juft ko'zlaringiz. Onajon, xursand bo'ldingizmi? Kayfiyatlaringiz ko'tarildi. Qanchadan xursand bo'ldingiz? Farzandlaringizni juda ham yaxshi ko'radilar. Siz ham yaxshi ko'rasizmi? Albatta, syurpriz yoqdimi? Xursand bo'ldingizmi? Rahmat, bolalar. O'zi qaysi farzandlaringiz musofirda? Katta bolam. Zafarbek buyurdi. Zafarbek bolasi juda ham sho'x ekan, lekin bildik hozir. Siz uchun bayram tortlari bor. Onajon, xo'sh shamchiroq qo'yamiz. Niyatlaringizni, tilaklaringizni bildirib, tortimiz shamchiroqlarni o'chirib qo'yasiz, maylimi? Siz uchun bayram sharoitlarida umringiz asrli bo'lsin, asrli shirin bo'lsin deymiz. Давайте поздравляем с рождения. Давайте все вместе birgalikda olqishlab tabriklab turamiz. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Hozirga olqishlab turamiz. Tabriklaymiz. Niyatlaringizni bildirib qo'yasiz. Yashang. Rahmat. Endi onajon shu yerda siz uchun bir chiroyli syurpriz bor. Mana shu yerda sizni xursand qilish albatta bular hammasi. Sizni tug'ilgan kuningizga uzoqdan o'shandan bir mehmon olib keldik. Shu mehmonni qabul bilan siz qarsaga olqishlab turamiz marhamat. Yashang. Rahmat bo'lsin. Canım
barcha musofirdagi farzandlar, barcha musofirdagi yurtdoshlarimiz to'lib-toshib, ota-onasini baxtiga mana shunday bir olam quvonch, bir olam baxt olib kelishlik nasib qilsin deymiz. Albatta onajon tug'ilgan kunimiz bayramingizga qurban muborak bo'lsin deymiz. Mikrofonni o'z tug'ilgan kun egasiga beraylik birinchi navbatda. Endi Gaborjon opa o'zi ko'rib turibdi, emotsiya juda ham yuqori, xursandmiz. Albatta mikrofonni boshqa birovlarga beramiz. Maydimi? Mana shu qarindoshi nomidan bitta inson chiroyli qilib tabriklab qo'ysalar, kimga beramiz? Marhamat onajon. Işığa zancarına yağmur yağmur kuşaklar versin, ikisi vakti olsun. Şimdi kullanımlar kullanımlar kurulurlar. Bunu kazanarak hakkını korur. Güzel bir akıt çoluk görürüz. Muhakkıklar bunlar kırgızından yine bu kadar tutmalıdır. Etim babanın masal kendine vakti olayımın Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat onajon. Göğetan, daim hem şimdi kuanıp, sağlık büyüyesi kularına. Balamız kendi bağrımız doldu, daim ömrümüz uzak olur. Şiyer muhabiler bu daim demirden asılıp şu bağlana baktığına kalktığına sürer büyüyesiz. Ömrümüz uzak olur. Kudakçılıkımız bin yılçılık olur. Özgürçülükümüzü verdiği bu daim. Üzerimizden kimler büyüye bağlarımıza bu daim. Sağlamayı gençler var. Ömrünüz uzak olmayı. Kudan verdiği yaşını yaşamayız var. Sağlamayı gençler, kardeş olanlarla tebrikliğimiz ömrünüz uzak olmayı. Rahmet bağım, işinizler var. Katta rahmat, salomat bo'ling. Gaborjon opa, mana shunday barcha yaqinlarimizni go'zal yaqinlarni chiroyli tabriklarimizni bildiramiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bu yil yangi bo'y egasizmi yo? Yangi bo'y ekanmi nima deydi ismingiz? Yangi bo'y aka, siz umringiz o'tsin albatta. Yangi bo'y aka mana farzandsiz. Biz orqali keldi mana. Bitta quchoqlab qo'ying, farzandni. Kelgancha ukajon eng zo'r otaning farzandiman, men faxrlanaman. Mana shunday otam borligidan faxrlanaman. Farzandlarga to'g'ri tarbiya bera olgan inson, albatta hayotdagi birinchi ustozim hisoblanadi. Farzandlarga halollikni o'rgatgan inson, halol luqma ishlatgan inson. Otam mening tog'dek suyanchim, qiblagohim, mening mevali bog'im deya hakimoyimizdan kelyapmiz, yo'llarga gaplashib kelyapmiz. Shunaqa eng chiroyli ta'riflarni beryapti. Otam mening davlatim, mening eng katta xazinam ota-onam deb deyaptilar. Bayram muborak bo'lsin. Tabriklab qo'yasiz endi umringiz ostiga, marhamat. Burası bir olacak. Arası tebrikleyin. Bayılları yaşlı kırgıya. Allah'a da yolunu kurdurdu. Arası arkadan bir ilerleyende. Ulan günlerden sonra tebrikler oturun. Rabbi aklında sormayasınız. Yorumlardan rahmetanlarınızı sevdiğim sual. Şerif'e Ahmet Münara sürpriz oldu da rahmet etmiş. Hemen de sual. Bugün yaşlılarınızı sevdiğim kabul. Rahmat, salomat bo'ling. Hamisha xursand bo'linglar, tabrikimiz. Endi yangi bo'y aka Gaborjon opa bir chiroyli raqsga tushib qo'ymasangiz bo'lmaydi endi davlat oldi. Bayram bo'lsin. Marhamat, hammalarimizni chiroyli raqslarga taklif etamiz. O'ynab ko'ramiz qo'shlarimizni boshlaymiz. Aşklar hayalda, dayanamam.
Selamat pindah bebas. Ya berjono-jono. Tabrikman bayramda tug'ilgan kunlar bir bor muborak bo'lsin. Baxtli go'si masih eng baxtli umr yo'ldoshi, baxtli ona, eng baxtli buvi bo'ling. Mana men baxtli deganda maqsad bo'lib qolmasanglar qarashlikda sizga tilakdoshimiz. Xo'da, ismlar ekan? Gulnora xolamiz. O'ziga tortadi joziba sevgi, onadan kam bo'lmaydi xolaning mehri. Gulnora xolalar marhamat tabriklab qo'yasiz. Keling marhamat. Biz tabriklaymiz o'zi. Rahmat, salomatlikda umrlaringiz uzoq bo'lsin. Umringizni e'tiborsiz harakatga orzu tabrik ijodiga bo'ldi. Bizlar bilan hamisha yaxshilikda yaxshi kunlar ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hakim aka, onajon juda ham sog'ingan ekan. Lekin mana ko'rdik, emotsiya juda ham kuchli. Haqiqatan ham ko'zlari quvonch ko'z yoshlariga to'lib turibdi-da. O'zi kelgan paytda qaniydi o'g'lim shu yerda bo'lsa edi deb so'rab turibdi-da Alloh taoladan. Qaratdiki yonlarida mana farzandi Hakim og'amiz o'zlari turibdilar. Onajon, baxtli ko'rsatamiz. Xolos hamisha to'y tomosha bayramlarda tashkil topsin deymiz. Rahmat. Umringizni e'tiborsiz bo'lganingizda orzu tabrik ijodiga bo'ldi. Hamisha yaxshilikda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Bayramdan tug'ilgan kunlarda yaxshi o'tiringlar deymiz va keyingi navbatda fotosessiyaga olamiz. Hakim aka esdalik uchun chiroyli qilib rasmga tushib qo'yamiz.